Siz tanlagan personaj filmdanmi? Yo'q. Siz tanlaganingiz filmdanmi? Yo'q. Siz tanlagan personaj odammi? Yo'q. Siz tanlagan personaj multfilmdan? Ha. Siz tanlagan personaj hayvonmi? Ha. Amerika multfilmimi? Ha. Siz tanlagan personaj uy hayvonimi? Yo'q. Siz tanlagan o'sha personaj multfilmida asosiy personajmi siz tanlaganingiz? Ha. Siz tanlagan personajning faqat bitta qismi bormi? Yo'q. Siz tanlagan o'sha personaj bo'lsa, multfilmi bir nechta qismdan iboratmi? Yo'q, bitta. Siz tanlagan multfilm 2010-yildan keyin chiqarilganmi? Yo'q. Siz tanlagan multfilm 2000dan keyinmi? Ha. Siz tanlagan personaj yirtqich hayvonmi? Yo'q. Siz tanlagan o'sha multfilm 2015dan oldinmi? Yo'q. Siz tanlagan hayvon yerda yuradigan hayvonmi? Ha. Odamlar ham qatnashganmi? Odamlar haqidami? Bor, qatnashgan. Siz tanlagan multfilmdachi shu odamlar qatnashganmi? Ha. Bo'ladigan voqealar fantastik hududlarda bo'ladimi? Yo просто misol chista yerda bo'ladiganmi? Yerda bo'ladi. Chista. Personaj asosiy roldami? Ha. Siz tanlagan personaj hayvonmi? Ha. Siz tanlagan personaj antilopalar turiga kiradimi? Yo'q. Bir qismlik multfilm, hayvon, odamlar ham qatnashgan. Channel mashhurlik emas, 2015dan keyin. Odamlar qatnashgan dedik, lekin asosiy voqealar hayvonlar ichida bo'ladimi? Ha, o'sha siz tanlagan multfilmda siz tanlagan personajdan boshqa turdagi hayvonlar ham qatnashganmi? Ha. Yovvoyi hayvonmi? Yo'q, qismlari 3 dan ziyodmi? Ha. O'sha siz tanlagan multfilmda fantastik voqealar bo'ladimi? Fantastik emas. Siz tanlagan personaj muzli joylarda yashaydimi? Yo'q. Siz o'ylagan personaj kuchukmi? Yo'q, odamlar bor dedik. O'sha odamlar ham asosiy personajlardan bittasimi? Ha. Bizga nimalardan bo'ladi? Ot, sigir. Tin. Tilamizga qo'yib yuboramiz. Topa, kim men navbatimmi? Siz o'ylagan o'sha personaj Ferdinandmi? Ha. Yes! Осуждаю, bittada. Miyaga kelib qolganini qaranglar-da. Siz tanlagan personaj kim edi? Sun Ukun. Kim? Sun Ukun. Maymun g'arbga sayohat. Ukun. Ko'rmaganman lekin. Uni multfilmi. Ukunni ko'rmagansiz? Qanaqa Ukunni ko'rmaslik mumkin? Shunaqa odamlar ham bor. Kommentariyada yozib ketinglar. Keyingi videoda aynan siz qatnashishingiz mumkin. Buning uchun shunchaki menga obuna bo'ling, tez orada ishtirokchilarni aniqlaymiz.